bir g'orida yuribmiz. Mana shu g'ordaligimda bir to'qima ertak esimga tushib ketdi. Ertak to'qima yolg'on. Uni u yolg'on, u to'qima, ertagu balo-battar degan kamchilik qidirishdan boshqa ishi bo'lmagan odamlarning tanqidlaridan himoya qilib boshida aytib qo'yamanki, yolg'on to'qima. Lekin hikmat qidirgan odam uchun juda hikmatli, juda aqlli ertak. O'sha uchun shuni sizlarga shu g'orda aytib beraman. Emishki, shunday g'orda kichkina odamchalar yasharmish. Endi bilasizlar, kofirlarda shunaqa ba'zilarda e'tiqod borki, gnomlar, kichkina odamchalar shunaqa g'orlarda yashaydi degan. Yer ostida. Xullas, u gap noto'g'ri, lekin muhimi ertak endi. Undan hikmat qidirsangiz, hikmat topasiz. Juda aqlli, juda ajoyib ertak. Xullas, shunaqa bir gnomlar yer ostida yasharmish. Zulmatda, qorong'ilikda, namlikda, rutubatda, quyosh ko'rmasdan, meva-mevalar, mazali narsalar yemasdan, shu qiyinchilikda, shunaqa joylarda yashab yurarmish. Qorong'ilikda. Shunda kunlardan bir kuni bir yosh qaysar gnom boshqalarga aytibdi, nimaga biz bunaqa yer ostlarida yashab yurishimiz kerak? Axir tashqariga chiqsak bo'lmaydimi debdi. Axir yo'l qazib tashqariga chiqsak, quyoshni ko'rsak, quyosh bor deb aytishadi-yu debdi. Shunday kattalar, yo'q, quyosh degan narsa yo'q, tashqari xatarli, xavfli, tashqariga chiqsang halok bo'lasan debdi. Haligi bitta gnom aytdi, qaysar gnom, yo'q, unda bo'lmasdir, balki bir harakat qilib ko'raylik, chiqib ko'raylik, balki yaxshilik bo'lar debdi. Keksa gnomlar uni qattiq qaytarishdi bu narsadan. Lekin bu qaysar gnom qaysar ekan. Hech bo'lmasa mana o'zimga ruxsat beringlar, o'zim chiqib kelay debdi. Chiqay ko'ray, agar yaxshilik topsam sizlarga ham yaxshi bo'ladi, yomonlik topsam qaytib kelaman debdi. Shunda oxiri uzoq muhokamalardan keyin keksa gnomlar unga ruxsat berishdi. Ota bobomizning yo'lini o'zgartirmoqchisan, sen noto'g'ri ish qilyapsan, lekin mayli, senga ruxsat beramiz, bir aqling kirsin deb ruxsat berishdi. Va qaysar gnom, yosh qaysar gnom shu bilan tepalikka qarab harakatlanibdi. Kunlar o'tib, uzoq mehnat bilan yer ostiga chiqibdi. Yer ustiga chiqibdi, yer ostidan, yer ustiga chiqibdi. Yetib borsa, bir sovuqroq o'lkada kuz payti ekan. Kuzni ham sovuq kunlar ekan. Tashqariga chiqishi bilan qattiq shamol bo'libdi. Yana atrof ham xunuk ekan juda ham. Daraxtlarning shoxlari to'kilib ketgan, shamollar, boshqalar, izg'irin, sovuq, yomg'ir. U aytibdi, bizni yer osti dunyomiz bizni yomg'irdan himoya qilardi, suvlardan himoya qilardi, shamollardan himoya qilardi. Bir atrof ham chiroyli emas ekan, bizni g'orimizda har qanday go'zalliklar bor edi. Bunaqa debdi-da, ko'p pushamoyib yer ostiga qaytib ketdi. Charchash bilan, qiyinchilik bilan qaytib kelar ekan, yo'lda kasal ham bo'lib qolibdi. Va keyin keksalarga aytibdi, sizlar to'g'ri aytgan ekansizlar, men xato qilibman. Sizlarning yo'linglar to'g'ri ekan deb kechirim so'rabdi. Shu bilan u yer ostida, yer ustiga chiqishni taqiqlovchi qonunlar qabul qilish harakatini boshladi. Qaytib hech kim yer ustiga chiqmaslik kerak, men qilgan xatoni yoshlar qilmaslik kerak degan e'tiqod bilan uzoq payt yashadi. Oradan yillar o'tibdi va o'sha qaysar odamcha, qaysar gnom, yosh katta bir gnomga aylanibdi va qabilaning rahbarlaridan biriga aylanibdi. Oradan yillar o'tib, endi yana yosh avlod dunyoga kelibdi. Boshqa bir yosh gnom xuddi u xohlagandek tashqariga chiqishni xohlabdi. Axir tashqariga chiqaylik, axir quyoshni ko'raylik, axir baxtli bo'laylik debdi. Lekin uning oldida turgan eng katta to'siq haligi qaysar gnom bo'ldi. Qaysar gnom, men o'z ko'zim bilan ko'rganman. Sen nimani bilasan? Men tashqariga chiqqan yagona odamman bu qabilada. Tashqarida faqat sovuqlik, qiyinchilik, kasallik, yomg'ir, suv. Shuning uchun tashqariga mutlaqo chiqib bo'lmaydi deb unga qarshi qattiq turibdi. Uzoq bahslar bo'ldi, uzoq tortishuvlar bo'ldi.
Lekin yosh gunom talab qilib turaveribdi. Yo'q, men ham tashqariga chiqib o'z ko'zim bilan ko'ray dedim. Keyin oxiri Qaysar gunom aytibdiki, mayli, menga ruxsat berishgandek, senga ham bitta imkoniyat beraman. Bu ikkinchi sinov bo'ladi. Sen chiqib kelasan. Chiqib kelganingdan keyin o'zing tan olib aytasan hali tashqari yomonligini. Shundan keyin ikkalamiz birgalikda abadan taqiqlaymiz tashqariga chiqishni, debdi. Va shunga kelishibdi. Va yosh gunom tashqariga qarab harakatlanibdi. U tashqariga chiqqan paytda bahorning so'nggi kunlari, yozning boshlanishi ekan. Havo juda ham yoqimli, quyosh chiqib turgan, atrofda mevalar, yomg'ir boshqa yo'q. U mazza qilib charchagan holatida uzoq uxlabdi tashqarida. Uzoq orom olib, dam olib, mazza qilibdi. Yana mevalardan yebdi, chiroyli gullarni ko'ribdi, quyoshni ko'ribdi. U tushunmabdi, nimaga bu Qaysar gunom hammani qaytargan? Axir bu go'zallikni u ko'rmaganmi? Nimaga u odamlarni bu tashqariga boshlamagan? U Qaysar gunomdan yomon gumon qilishni boshlabdi. Axir Qaysar gunom bizning qabilamiz dushmani bo'lishi mumkinmi? Nega odamlarga yomonlikni xohlaydi? Nega bu go'zallikni u odamlarga ilinmadi? U shoshib pishib qabilasiga qaytib ketdi. Qaytib kelib, ey qabila, men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Tashqarida mevalar bor ekan, quyosh bor ekan, chiroyli qushlar, chiroyli gullar bor ekan. Hech qanaqa yomg'ir, suv degan narsalar yo'q ekan, hamma narsa yoqimli ekan, shamol degan narsalar yo'q ekan, bular yolg'on ekan, deb qabilani tashqariga yaxshilikka chaqiribdi. Qaysar gunom bundan juda ham taajjublanibdi. Sening esing joyidami? Axir men o'z ko'zim bilan ko'rganman tashqaridagi qanaqa qiyinchiliklar borligini debdi. Va Qaysar gunom hayron bo'libdi. Nima bu? Qabilaning dushmanimi? Nega qabilani bu o'limga, tahlikaga, kasallikka, o'sha qiyinchilikka, yomg'irlarga, shamollarga boshlab bormoqchi? Nega bu tushingiz kelmayaptiki? Biz turgan joy eng yaxshi joy deb o'ylabdi Qaysar gunom. Chunki o'z ko'zi bilan ko'rgan. Tashqaridagi shamollarni, yomg'irlarni. Kichkina gunom ham hayron bo'libdi. Nimaga bu tashqariga odamlarni chiqargisi kelmayapti? Tortishuvlar uzoq davom etibdi. Ish mahkamaga ko'tarilibdi. Birinchi mahkama bir necha oy davom etibdi. Keyin ikkinchi mahkama bir necha oy davom etibdi. Oxiri oradan taxminan 8-9 oy o'tib, uzoq tortishuvlardan keyin qaror qilishibdiki, bir komissiya tuzamiz deyishibdi. Komissiyaning a'zolari 10 tacha odam bo'ladi. O'sha 10tasi tashqariga chiqadi. Chiqib ko'rib kelib boshqalarga xabar beradi debdi. Va komissiyaga Qaysar gunomni ham qo'shishmabdi, adolat bo'lsin deb. U yosh gunomni ham qo'shishmabdi. Va 10 ta odam qurollanib, otlanib tashqariga harakatlanishibdi. Endi yosh gunom chiqqanidan beri oradan 8-9 oy o'tgan. Yosh gunom yozning boshlarida chiqqan. Endi qish ekan. Tashqariga chiqishganda qor, bo'ron, sovuq, hatto Qaysar gunom sharhlagandan ham ko'ra sovuqroq. O yomg'ir emas, endi qor bu safar. Natijada hammasi kasal bo'lib, qiynalib, bunaqa sovuqqa mo'ljallab kiyinmagan ekan. Juda og'ir ahvolda, juda qiyin bir holatda qaytib kelishdi. Bo'lgan voqeani aytib berishdi. Shundan keyin u mamlakatda qonun qabul qilinibdi. Endi hech qachon hech kim tashqariga chiqmaydi va hech qachon hech kim tashqariga chiqish haqida gapirmaydi. Tabiiyki, yosh gunom bunga osonlikcha rozi bo'lmabdi. U aytibdi, "Yo'q, men tashqariga chiqishni xohlayman. Agar mabodo sizlar chiqmasanglar, meni qo'yinglar, o'zim chiqaman", debdi yosh gunom. Chunki o'z ko'zlari bilan ko'rgan tashqaridagi mevalarni, qushlarni, yoqimli havo, quyoshni. Narigi gunomlar buni tushunmabdi. Bu telba bo'lsa kerak deb o'ylab, uni uzoq ko'ndirishga harakat qilib ko'ndira olmaganlardan keyin qamab qo'yishibdi. Zindonga solib, bir umrga unga gapirishni taqiqlab qo'yishibdi. Toki yoshlarni ham aqlini buzmasin deb. Shu bilan gunomlar abadan asrlar davomida yer ostida qolib ketishibdi, zimistonlarda. Albatta, qissa fojiali qissa. Qissadan qissa shuki, azizlar. Hamma dunyoni o'z tajribasi bilan ko'radi. O'sha Qaysar gunom masalan haq emas, faqat u o'z tajribasiga ko'ra haq. Yosh gunom ham haq emas, u o'z tajribasiga ko'ra haq. Lekin barchasining xatosi o'sha 4 ta fasl borligini bilmaganlarida. Sababi ular 4 ta fasl borligini bilish imkoniyati bor jamiyatda. Ana o'shanda ham muhitda yashamadilar. Va qissadan yana bir qissa shuki,
Hozir sizni hayotingizda qish bo'lishi mumkin, kuz bo'lishi mumkin. Lekin bu degani ertaga bahor yoki yoz kelmaydi degani emas. Va agar mabodo bahor va yoz keladigan bo'lsa ham, u ham uzoq turmaydi. U ham ertaga tugaydi, va yana qish keladi, yana kuz keladi. Va shu zaylda dunyo almashib turaveradi. Alloh taolo bizni bir yaxshilik bilan, bir yomonlik bilan imtihon qiladi. Va mo'min odam uchun barchasi yaxshilik bo'ladi. O'sha uchun hadislarda keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, mo'minning holati ajoyib dedilar. Agar boshiga yaxshilik kelsa, shukr qiladi va ajr oladi. Boshqa yomonlik kelsa, sabr qiladi va ajr oladi dedilar. Har qanaqa holatda ham mo'min odam biladiki, bu dunyo sinov dunyosi. U doimiy ravishda almashib turadi. O'sha uchun o'sha she'rda aytilgandek, "Samaniyatun tajri alan nasi kullihim." 8 ta narsa borki, har bir odamning boshida bo'ladi. Fala budda lil insani an yalqa samaniya. Inson zoti albatta shu 8 ta narsani 8 ta narsaga yuzlanishga majbur. Sururun va huznun. Xursandchilik va xafalik, va ijtimoun va furqatun. Ayriliq va birga bo'lish, misol. Va usrun va yusrun. Yengillik va og'irlik. Thumma suqmun va afiya. Sog'lom bo'lish va kasal bo'lish. Samaniyatun tajri ala an-nasi kullihim va la budda lil insani an yalqa samaniya. Sururun va huznun va ijtimoun va furqatun va usrun va yusrun thumma suqmun va afiya. Shunday ekan, agar hayotingizning kuzida yoki qishida, qiyinchiliklarida yashayotgan bo'lsangiz, bilingki, bu o'tkinchi, hammasi o'tkinchi. Agar hayotingiz bahorida, yozida yashayotgan bo'lsangiz, bilingki, bu ham o'tkinchi. Bilingki, yaqinda qishda yashayotgan birodarim, bilingki, yaqinda bahor keladi. Yozda yashayotgan birodarim, bilingki, yaqinda kuz, keyin qish keladi. Alloh taolo barchamizni shokirlar va sabirlardan qilsin. Bizni fasllardan va almashinuvlardan iborat bo'lgan bu dunyodan fasllar va almashinuvlarni ko'rmaydigan, faqat saodat va baxtni ko'radigan oxirat dunyosiga, jannat dunyosiga hidoyat qilsin, boshlab borsin.